Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Bohirchik va biz bugungi video roligimizda atrofimizda ko'rib turganinglardek mana shunaqa nats bosgan Minecraftda yolg'iz o'zimiz omon qolishimiz kerak. Nimagadir hamma yoq glitch bir balolar bo'lyapti va buni hozir to'g'rilash kerak. Ajoyib, hamma yoq o'z holiga qaytdi. Juda ham ajoyib do'stlar. Mana bu yerda bitta minora va asalarlarning uyi bor ekan. Xo'p, qani ketdik, kiramiz tezda. Ekspeditsiya qilamiz. Bu yerda nima bor? Hech narsa yo'q. Sandiq bir balo biror narsa yo'q ekan. Bu yoqda esa qanaqadir qishloqlarning uyi do'stlar. Qanaqadir fonda shamolni ovozi eshityapti, lekin e'tibor qilmaymiz. Xo'p, kiramiz. Gulchilarning uyi shekilli. Eshigi qayoqda buni? Da, topdik. Ajoyib do'stlar, bu yerni qaranglar chiroyliligini. Vau, mana sazlarning hammasini olib ketamiz. Bu yoqdachi. Sandiqning ichida bo'qam yo'q ekan. Mayli, buni olamiz. Eshik faqat noto'g'ri joyda ekan. Dorini ichish kerak tezda bolalar. Hozirginaqa tekst chiqadigan bo'lsa. Qishloqlar ekan. Nima ekan deb qochinglar yo'ldan. Mana bu yerga tezda chiqib ko'ramiz do'stlar. Minora bor ekan. Ajoyib. Ajoyib do'stlar, bizda tayyor boshpana va pech ovqat pishirish uchun juda ham ajoyib. Xo'sh, bu yerda nonlar, piyoz, zombining go'shti, radio, olma, tekin bolta, yog'ochlar, ovqat, korоче, hammasini olamiz o'zimizga va mana bu yerga anavni qo'yib. Kirkani qo'ymaslik kerak edi. Mayli, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Pastga tushib chiqish kerak do'stlar. Pastda uchun bizda tezroq qanday qilamiz, ya'ni suv. Mana bu yerga ham borib ko'rish kerak do'stlar. Naryoqda Sirenhead chaqiradigan bir nima turibdi ekan, u yerga ham boramiz. Boramiz albatta. Xo'p, bu yerga sakraymiz. Shoshilgan qiz yerga olchaman. Atak biz qiz bola emasmiz. Qulog'im bitishni boshlaganda eshitdilarmi do'stlar? Bu yer nima? Qanaqa joy? Oddiygina toshlardan qurilgan bir narsa. Nima bu? Oh my god, nisqot. Muzlab qolyapman nimagadir. Mening asalarlarim meni. Hop, ketdik do'stlar yer tagiga. Aytgan olov yoqib, olovning atrofida o'tirmasak muzlab qolamiz do'stlar. Mana bu yerda olov bormi? Stop, naryoqda olov bor. O'sha yerga boramiz. Qani ketdik. Hop. Ketmas. Hozir oyog'im shikast. Mana bu nima? Albatta chiqib ko'rish kerak do'stlar. Pashol mayli, dinlamaymiz. Sandiq va ichida o'tinlar, bu yerni egasi yo'q bo'lsa kerak edi. Hamma yo'lni qor bosib qo'ygan do'stlar. Ko'raysizlarmi, qanaqangi bir rasvo narsalar qo'shganman, o'zim ham bilmayman. Nimani ovoz ekanligini bilmayapman. Pashol. Yaxshi. Bekor qildim, mayli. Ketdik, mana bu yoqda minoraga ham chiqib ko'ramiz do'stlar. Pashol. Dorqani. Minecraft o'zini musiqasi boshlayapti. Eng qo'rqinchli mana shu. Stop. Nima bu yerda unaqa ochilib ketgan? Ajoyib. Durbin va divan. Hamma yoq qon bosib ketgan, nimaga bilmayman. Stop, mana unda o'zimizga toshdan narsa yasab olaylik. Balla, echkini ovozi ishlayapti. Bu nimadan dalolatligini bilasizlarmi? Bilmaysizlar. Men hali tayyor emasman o'yinga. Bunaqasi ketmaydi. Qanday qilib pastlataylik mana uni. Men qulog'imga juda ham balandlik qilib yuboryapti. Yo'qda nima bor? Bor ko'rish kerak. Hoppa! Yaxshi ulgudim. Ulgumaganimni qarg'anasim. Demak, mana bu portal va biz buni to'g'rilab yoqishimiz kerak. Agarda buni yoqadigan bo'lsak, mana bu tepaga chiqishimiz mumkin bo'lsa kerak deb o'zimcha og'zimga kelgan narsani taxmin qilib tashladim. Bilmayman. Oyoqlarim muzlab qoldi o'sha mening personajimmi? Pashol. Men farqi divanni mana bu yerga qo'yib uxlayveraman. So'qityapman. Ketdik uyga, bolalar, ketdik. Qaytaveramiz uyga. Qaytganni qala. Oh my god, nima bu? Brat. Ko'tiga limon tiqib ketishdi. Mana bu yerda lava bor. Lavani oldida sinamiz. Mana bu yerda sandiq bor ekan, qaramay o'tkazman. Yaxshi. Ertalar lavani oldida spam bo'ladigan bo'lsa, Minecraft. Yaxshi. Neyse, bir paqir lava olaylik. Yo'q, mayli, paqirim yo'q ekan bab. Brat, Zaynab qildingiz, urasizmi? Bir gapir, aqlingiz yetami? Pashol. Qo'rqmayman sendan. Chunki hozir ham shu qoraytirib qo'yib kelmading. Kelmaydi bolalar, qo'rqmanglar, cho'chimaylar. Mana bu nima bu? Qabr, what the fuck is this? Hop, bu yerga kirmaymiz chunki bu o'tgan videoda ko'rgansizlar. Men qo'rqitmaylar unaqa. Bu yerda nima bor? Yana bitta odamning o'ligi. What the fuck is this? Men unaqa joylarga kirmayman men. Men qorong'u joylarga kirmayman. Qorong'u joylarda yomon pala bo'ladi. O'zim oldi, xiralashyaptimi? Mana ichini qaranglar. Qaramaymiz ichiga. Sandiqni qaradik, bo'ldi, ketdik uyga. Men yoqmayapsizlar, yo'qolinglar. Nima buni ustiga chiqsa bo'lmaydi? Suzamiz unda. What the fuck is this?
Men temeydimi bu? Ha, temaydi ekan. Va ko'zim oldi xiralashyapti bolalar. Chanqayapman. Va chanqab o'lib qolsa agar oq qilaman. Uygacha yetib olay. Yo. To'xta. Chanqamay tur. Hech chanqamay tur. Sabr tagi sariq oltin. Yoki umuman yo'qoldi. Nima balo olib ketdi Minecraft bolalar? Qaranglar. Yomon chanqayapti. Yomon chanqadi bolalar. Hansirab o'lib qoladi hozir. Qilyapti hozir personaj. Daraxt bor. Yo'qdan voy bilib. Suv idishi yo'q-ku menda. Tayyorlanishimiz kerak albatta. Hop, mana uni tashlaveramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Afsuski men pishirguncha o'lib ketaman ekan. Chanqoqdan o'ldim. Ajoyib. Onu ko'rdinglarmi? Pashol. Brat, sizga hech qachon eshikni betingizga yopib qo'yishganmi? Uyimga chiqa olmaysan. Onangni bo'g'ma men uyimda senga. Onangni qo'qitib yubordim ayda, likillab turgan ekan iplos. Kartoshkalar ham pishibdi. Uni endi nimaga almashtirsak, buni yo'qotamiz-da, buni olamiz. Ko'mirlarni, to'xtanglar, ko'mirlardan avval mana uni tayyorlashni o'rganishimiz kerak haligi. Yo'q, bizga kerak emas. Hop, menga kerak mana bu narsa. Bitta yetadi va buni uyimizni o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. Hop, sandiqqa kerak narsalarni solib qo'yishimiz kerak. Mana uni, ya'ni urug'larni. Chunki bizga urug'lar kerak emas. Hop, endi biz isini olamiz. Yaxshi. Va albatta обязательно to'xtanglar, pech yasashimiz kerak. Pech orqali esa mana bu narsa, короче, oynak shishadan yasalgan. Radioda nimadir gapiradimi yo'qmi? What the fuck? Maybo. Mana bu yo'q demoqchi edim. Echki qani? Echki. Olaraveni bu yerdan. Mana uni kiygan. Nima tutun chiqyaptimi? Yetib orta ekan. Nechta yasabman men. Agar echki pastda meni poylab turgan bo'lsa, kim echki bo'lib turib pastda bahorchiyni poylab turgan bo'lsa, zaharlandim. Balla. Qo'rqgan suv ichga to'rmayapti o'shancha. Buni qanday filtrlay bilasizlarmi bolalar? Men bilmayman. Sizlar ham bilmaysizlar. Shuning uchun bemalol yuraveramiz. Hech narsa bo'lmaydi ekan. Bir zaharlansa o'lib ketamiz deb o'yladim men. Joni oqib, og'zidan ko'payib kelib o'lish kerak edi. Narsaga itarib ko'tagan. Qo'y. Nahotki qo'y bormi ekan? Molga ham 8 soat mol bormi ekan, cho'zilishim shart emas. What the fuck is this? Og'zini qaranglar. Nima bu? Bo'g'izlangan molmi? Onangni otda o'ldirsa yomon zo'r ovoz chiqadi. 8 soat cho'ziladi bolalar. Nimani ovoz deydi u? Mashog'larga o'tishimga mana shu bitta jar to'sqinlik qilaman. Yo'q, to'sqinlik qilmaydi. Lekin ana bu yerda temir bor ekan, tushib ko'ramiz albatta. Tushib ko'ramiz, tushamiz albatta. Hoppa, oynak shishadan bo'lgan. Yo'qda temir bormi? Yo'q ekan. Temir yo'q joyda biz ham yo'qmiz. Shuning uchun g'alati ovoz chiqaravermaylar, nima? Quyosh botaman deb turibdi, lekin bizga mayli. Yana nobrat. Bo'g'izdan ekan, echkini og'zini sulam eshityapsan, men ham eshityapman. Brat, meni qo'rqita olmaysiz, qanday uchun deysiz? Qo'rqmayman. Nima o'ylayapti? Sovuq qotyapti. Nima u? To'xtanglar, qorini ochibdi. Creeperda ovoz chiqib turib portlamaydi. Qanaqa sizlar nima balosilar? Ochinglar, men minoramga ketdim. Men uni qo'rqitadigan bo'lsanglar, o'ynamayman sizlar bilan. Meni fikkan olib ketishdi. Issiqlik. Uxlaymiz. You can sleep only night or during thunderstorm. Menga mana shu farqi uxlaymiz. Ingliz tilida speaking zo'rda ko'rasizlar. Mana kitobda nima bor? Night 1 3:12 am. A stormy day lies behind me and the rain has finally succeeded. The radio connection is dead. Stop. The radio ulanadi, o'limga ulanadi. At last for the next 2 weeks. Keyingi hafta until it gets fixed bir balo. That means I have date 00:43 am. Stop. Bu yerda bitta dog' yashagan va endi boshqa narsa deyapti. Men uxlamoqchiman. Creeping Woods. What the fuck? Men qo'rqqan narsa bolalar bu. Nima bo'lishini bilmaysizlar-da sizlar. Creeping Woods bo'lsa, короче, anaqa bo'ladi. Creeperda mutant bir balosi keladi, hamma yo'lda o'ldirib ketadi, do'stlar. Stop. Bungacha ingliz tilidan tarjima qilaman. After they apply my benefit, innovation is on his way. Radioni o'chirib qo'ygan edi bu. Qanday bu ishlab ketdi? Men sandiq bor ekan. Oh my god. Sandiqda yaxshi narsalar bor ekan. Hop, hammani olaman. Oh my god. Hayot tugadi bolalar. Creeping Woods yaramas. Men qo'rqmayman sendan. Hamma yo'l chiroqlarini o'chirib qo'ysang ham men sendan qo'rqmayman. Pashol. Men ovqatyapman, yo'qol bu yerdan. Men uxlamoqchiman. Nimaga? You may not rest
know something is hunting you. Hunting demedi, otgan va seni yeydi demoqchimi? Tinchgina o'zim chiqib o'lib beramigina vallahi nima deysizlar? Yo. Taslim bo'lish sizga xosmas. Xos va mos. Nima u? Menga qarayapmi? So'qayapman vallahi. Onayni yo'qal. Uyim kerak menga. Voy. Hey! Ay, bilan. Uyimni buzsang, shusan, короче. Qani bu? Yer ko'r haromi. Qo'rqoqda ko'raychilar urushim o'lib chiqmaydi-da. Kuchama babi yeta olmaysan. Qanday tushunding? Блин.